Bugun sizlar bilan to'g'ri tirnoq yopishtirish texnikalarini o'rganamiz. Mana shu tirnoqni yopishtirib ko'ramiz. Naborda hamma kerakli narsalar mavjud. Birinchi bo'lib tirnoqlarni mana shunday chetki qismlarini olib tashlaymiz. Keyingi bosqichda har bir tirnoq ustlarini pilkalab chiqishimiz kerak bo'ladi. Yaxshilab hamma chetlarini qoldirmasdan pilkalashimiz kerak. Uch tomoni bilan pilkalayman. Bu tirnoqlarimiz narxi 20 ming so'mdan. Ichida hamma kerakli narsalari bo'ladi. Mana hamma tirnoqlarimizni ustini pilkalab oldik. Endi mana bunaqa o'zining maxsus narsalari bilan har bir tirnoq ustlarini artib chiqamiz. Ichida 2 dona mavjud. Tirnoqlarimiz ustini maxsus salfetkalarda artib bo'ldik. Keyingi qilgan ishimiz o'zini shunaqa kleylar bo'ladi. Shuni yopishtirib olish kerak. Har bir barmoq uchun yoki ko'proq turishni xohlaganlar mana bunaqa kleyni har bir barmoq ustiga yopishtirib, ustidan tirnoq yopishtirsa ko'proq kunga turib beradi. Mana buni har bir barmoq ustiga yopishtirib olamiz. Mana har bir o'zini maxsus yopishtiriladiganlarini barmoqlarimiz ustiga qilib oldik. Endi har birini ustidagi mana plyonkasini shilib tashlash kerak bo'ladi. Ustidagi yuqa plyonkasini olib tashladik. Endi tirnoqlarni yopishtirish jarayoniga o'tamiz. Mana shunaqa hamilyon tirnoqlarni tepasidan bosib yopishtirmaslik kerak. Pastdan itarib yopishtiramiz. Mana. Keyingisi. Shunda tirnoqlarimiz mustahkam bo'ladi. Bu M razmerdagi tirnoqlarimiz. Sotuvda hammasi mavjud. Do'stlar, bu hamilyon tirnoqlarimiz sotuvda mavjud. Narxlari 20 ming so'm.